Mana 2 lacha go'sht, 200 gram yog', bitta sariyog', tabiga qarab 3 ta piyoz. Hammasini tashlaymiz. Kashnisdan tashlaymiz. Tabiga qarab tuz tashlaymiz. Keyin мясорубкаdan o'tkazamiz. Mana chiqarib oldik. Orasida sariyog'larni hammasi yaxshi. Eksot xolodilnikka qo'ysalaring, bu qiyma tayyor bo'lib qolgan. Eksot xolodilnikka qo'ysalaring, keyin bunaqa siqlasalaring bo'ladi. Mana shunaqa chiqadi. Sariyog'lar orasida bu ko'rinadi. Xohlasa ham ko'ringlar. Bir shirin chiqadi. Xudo xolasa mana bunaqa qilib pishadi. Chiroyli qilib pishiradi. Sariyog'li mana bemalol turadi.